Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Italyan tilini o'rganishga oid darsliklarimizni davom ettiramiz. Demak, o'tgan darslarda o'zlashtirgan grammatik tushunchalarni ushbu darsda yanada puxta o'rganish maqsadida ushbu savol-javoblik dialogni tuzib chiqdim. Bo'lmasam, birgalikda ushbu savol-javobli dialogni ma'nolarini ko'rib chiqsak. Demak, boshlasak. Tu hai il passaporto. Senda pasport bormi? Degani, o'tgan darsda demak, aver fe'lini ko'rib chiqqandik. Demak, ushbu fe'lni kishilik olmoshlari bilan tuslanishini ko'rmoqdamiz. Ya'ni senda pasport bormi demoqchi bo'lsak, tu hai il passaporto. Javob tariqasida si ho il passaporto. Ha, menda pasport bor degani. Demak, keyingi misolga o'tadigan bo'lsak, sei americano. Sen amerikalikmisan deyilyapti. Si sono di New York. Ha, men New Yorklikman. Keyingi misolimizda e tu sei italiano? No, sono spagnolo. Sen italiyalikmisan? Yo'q, men ispaniyalikman. Ushbu demak gaplarimiz essere fe'liga misol bo'ladi.